sizlarga salom yor. Ammajonlarim, mehribonlarim 5 vaqt namozlarida duo qilib qo'yadilar. Kelasi yil Allohim kelin kuyovlarni ota-onalik baxti bilan suyuntirsin deb qo'yasizlar. Qabul aylang amma poshshalar, sizlarga salom yor. Ammajonlarimga ham krasavisa keladi ma'rif bo'lsin. Mehmonga kelganinglarda chopib ko'zlarida tabassum bilan sizlarni kutib olib, ko'zinglarni quvontirib yursin ilohim. Ko'p yashang sog'lijonim. Ana endi gardagi chiroyli kelin salomlar xolajonlarimizga bo'lar ekan. Xolajonlarimizni davriga taklif qilamiz. Gulbahorxon, Pokizaxon, Sayyoraxon, Mohiraxon, krasavisa xolajonlarimiz kelsinlar. Qani marhamat. Xolasi-yu xolasi, dog'dek gulun olasi, osmondagi qaldirg'och, orqasi qora soch, keliniga salom beradi, ibodalar egiladi. Xolajonlari, mehribonlari, duo go'ylari, sizlarga salom yor. Mehmonga kelganlarida va tezda ko'rpachalarni yozib, choylarni damlab, shirindan shakar taomlarni qilib, xolajonlarni kutib olib, duolarni olishga erishib yursinlar Sarvinoz xonim. Qabul aylang xolajonlarim, sizlarga salom yor. Ko'ylaklari bilan yarashgan xolajonlarimga chiroyli kelinim ma'rif bo'lsin. Ana endi azizlarim, mehribonlarim, qaynakajonisi borlar, pochchajonlari borlar. Qaynakalari davramizda ishtirok etyaptilarmi yoki ishga ketganlarmi? Xo'p bo'ladi, yetkazib qo'yasizlar chiroyli kelin salomlarni. Kelin tomondan qaynakaga sovg'a bo'lsa, qo'llariga tutkazib qo'yasizlar. Uyga borib, yaxshi kunlarga ishlatsin deb qo'yamiz. Qaynakajonisining umrlari uzoq bo'lsin, martabalari ulug' bo'lsin. Shohibbek akajonisini birlariga ming bersin deganlar bitta qarsa chalib qo'yamiz. Yigit desa yigitdek, kulishlari o'g'ildek. Qabul aylang qaynakajon, sizga salom yor. Qaynakajoningizga chiroyli kelin salomlar ma'ruf bo'lsin. Ana endi davramizning markaziga pochchajonlari Asqarbek, Shuhratbek pochchajonlari, qaynopalarining sultonlari begi bo'ladi. Agar kelmagan bo'lsalar, chiroyli kelin salomlarni sizlarga ham soatlarni yetkazib qo'yasizlar. Barak to'nlari keng kelgan, hokimlariga teng kelgan, kelin salom beradi, ibodalar egiladi. Qabul aylang Asqarjon, Shuhratjon, pochchajonlari, sizlarga salom yor. Ko'p yashang, o'sha qaring. Bu nabiralar chaqqon ekan. Nabiralarni davraga taklif qilamiz. 8 ta nabirani mehribon buvijonisidan Alloh rozi bo'lsin. Hammasiga yordam beryapti. Mana Xudo xolasa chiroyli kelinlar ham solih-soliha farzandli bo'lganda o'zlari katta qilishadi. Va'da berganlar Xudo xolasa. Onajonlarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Shu farzandim, bolam, chaqam deb halol mehnatlar qilib, shunaqa chiroyli to'ylar o'tkazishni orzu havas qilgan ekan, chiroyli orzu havaslariga yetkazgan ekan. Allohga shukronalar aytib turibdi onajonim. Umrlari uzoq bo'lsin. Ana endi davramizning markaziga nabirajonlarni taklif qilaman. Ismlarini birin-ketin aytib o'taman chiroylilarni. Durdonaxon,